Halkımızın nazarında şu hareket kılatkan, hareket kılmakçı bolganlarning yüze burayını töküp, onu acizlaştırıp, nurgulluğun kırımdaşlarımız siyasi davatını çekinip çıketti. Bir adam degende bir azraq bir ruhi ozuqqa, qollashqa, ma'naviy jihatdan bo'lsin, jismoniy jihatdan bo'lsin bir qollashga muhtoj bo'lgan har qancha bir xolis niyatlik Alloh razı uchun o'sha jinimni pido qildim, umrimni oxirigacha zulmga qarshi turman, din uchun xizmat qilaman desimi, irodasi bo'lsinmi, bu irodani dushman o'zining tahditlari bilan, ziyonkashliklar bilan sundiramizmi, o'zining atrofidagi do'stlarininki qo'llamasligiga qarshi turishi, ayiblashi, fitna fasod terishi, g'aybat qilish orqali bu qarindoshlarimizningki, shaxsan bizningki ro'yimiz sunudi ekan, irodamiz sunudi ekan, jasoratimiz sunudi ekan, qo'rqmay xotirjam bir yig'iz gap qilishga betonolmaydigan bo'lib qolgan ekanmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz sharqiy turkistonlik qarindoshlarim, hammangizlarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Men qarindoshim Anvar. Bugun men sizlarga o'zimningki shu bir necha yildan beri qilib kelayotgan mayli siyosiy xizmatlar bo'lsin, faoliyatlar bo'lsin, mayli tashviqot xizmatlari bo'lsin, shu jarayonlarda his qilganlarimni sizlarga o'rtoqlashmoqchiman va ba'zi bir nuqtalarda sizlardan yordam so'ramoqchi. Biz shu xizmatlarni boshlashdan burun, ya'ni bundan taqriban 2,5 yil, 3 yil burun bir necha yosh qarindoshlarimiz Sharq Turkiston davosining texnik tez taraqqiy qilishi uchun Xitoyning zulmiga qarshi aktiv harakat qilish uchun bir yerga yig'ildik. Bir necha faoliyatlarni o'rnashtirgan bo'ldik. Bir mezgil kuzatgandan keyin shu tashviqot xizmatini qilish orqali ham xalqimizning uyg'onishi, ham boshqa turk qarindoshlarimizninki texmi shu Sharq Turkiston xalqini va Sharq Turkiston davosini texmi yaxshi tushunishi, o'zimizning bo'lsa shu siyosiy sahnalarni, siyosiy tashkilotlarni, ularning tutgan yo'lini, nishonini texmi yaxshi tushunib, Sharq Turkiston davosininki qayerdan qayergacha bo'layotganligini texmi yaxshi his qilish uchun shu tashviqot xizmatini aytib muhimkan deb shuningga atlan. O vaqtlarda Ehson qarindashim shoferlik qiladi, ya'ni o'zining bir mashinasi bordi. Uni setib butunlay shu xizmatga atlandi. Men o'zimninki barliq ishlarini tashlab shu tashviqot xizmatini qilishga, tashkilotlarimizni ziyorat qilishga, ahli olimlarni ziyorat qilishga, ularning fikrlarini tushunishga va xalqimizga yetkazishga tirishdik. Ama shu tashviqot xizmatini qilish, shu tashkilotlarni, siyosiy faoliyatchilarni yaxshi tushunish uchun shu 1 yil, 1,5 yil vaqt jarayonida xili bir tushunchaga ega bo'ldik deb qarayman. Shundan keyin nurg'ulg'an tushunchalarga, fikrlarga ega bo'ldik. Bu jarayonlarda Ehson qarindashimning va mening barliq iqtisod nimamiz tugab bo'lgan bo'ldi. Undan keyin asta-asta ba'zi kunlari ishlab, kunlik ishlarni qilish orqali tez sharoitlarda yana az bo'lsin o'zimizning xizmatini davomlashtirdik. Bu vaqtlarda yana 1,5 yil jarayonida bizni izlab, yana shu hamkorlashib birga xizmat qilaylik. Mayli tashviqot xizmati bo'lsin, boshqa faoliyatlar bo'lsin, birga xizmat qilaylik degan qarindoshlar yo'q, asosiy jihatimizni izlaganlar. Bu jarayonda nurg'ulg'an til haqoratlarga uchragan bo'ldik. Buni nimishqa bunday qilsam, bunday qilmay, bunday qilsam bo'lmamdi yoki seninki shu tajribang yaxshi emasga, iqtidoring yo'q, qilmasam bo'lmamdi. Bu tashviqot xizmatini qilgandan qilmaganing ming yaxshi degandek nurg'ulg'an qarshiliklarga uchradik. Endi bu qarindoshlarimiz yana bizni haqorat qilgan bo'lsa-mu, balkim ba'zilari Xitoyning buyruq bilan qilgan bo'lishi mumkin, boshqa yerda bo'lishi mumkin, vatanda bo'lishi mumkin, lekin biz kim bo'lishidan qat'iy nazar yana shu da'vo qilayotgan Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun xizmat qilayotgan boshqa qarindoshlarimizning yuz obro'yiga daxl tarz yetmasin. Yana shu da'vo qilayotgan kishilarning hammasi axloqsizga haqlar so'qishib berdi, datalash qilib degandek bo'lib qolmasin deb qanday haqorat qilsa yana biz sabr qilib, sukut qilib ishimizni davom qilib ketaverdik. Alloh mana shu bugungi kunlarga, yaqingi kunlarga qadar yana o'xshash shaklda bu o'zgarmadi. Ya'ni shu vaqtlarning o'zida biz yana bizning haqiqatan bir xatolar bor. Bizningki tajribamiz nima emas, biz bir tarbiyalanmagandan keyin haqiqatan mana ba'zi qarindoshlarimizga yoqmagan bo'lishi mumkin. Bu ahvollar o'zgara degandek nurg'ulg'an o'zimizni ilhomlantirib ishimizni qilavergan bo'ldik. Yaqingi kunlarda Ehson qarindashimizningki shu iqtisodiy besimi adil ziyoda eg'ir bo'lib ketganlikdan ba'zi qarindoshlarimizga ko'proq qarz bo'lib qolganligi uchun tashviqot xizmatini vaqtliq to'xtatib qo'yishga majbur bo'lib qoldi. Men o'zim yolg'iz qoldim. Ehson qarindashim ancha-muncha u yerga telefon ilib, bir do'kondan bir ustunini ijara ilib telefon ticareti qilyapti. Alloh barakat versin. Men o'zim buni iqtisodiy qiyinchilik, nurg'ulg'an ro'y besimlar, tahditlari ichidimi yana bo'yin egmay o'zimizning xizmatini qo'limizdan kelishicha taraqqiy qildiryapmiz, davomlashtiryapmiz. Ba'zi vaqtlarda kunlik ishlar bo'lsa ishlab, tez bir shaklda ketib boramiz. Bu jarayonda nurg'ulg'an ba'zi tashkilotlarning, tashkilot rahbarlarining qiyinchilik ichida ekanligini o'tkazimiz bilan ko'rdik. Bir necha oylik uyning faturalarini to'layolmagan, ijarani to'layolmagan ahvollarini ko'rdik. Endi bu qarindoshlarimizning mana shu siyosiy faoliyatlarni qilayotgan tashkilotlarni qurib, qarindoshlarni shu tartiblab, jamoatlashtirib bir ishlarni qilsak deb shunday yaxshi g'oyalar bilan, orzular bilan
tirishib ketayotgan nurg'ulg'an qarindoshlarimiz, faoliyatchilarimiz, tashkilot rahbarlarimiz nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchrayotdi. Endi hozir bugungi kunimizga qaraydigan bo'lsak, masalan, shu Xitoy konsulining oldida o'zining oilam qayerda deb naytdi ma'sum o'zining haqqi bo'lgan haqqini talab qilayotgan bir nechadan beri faoliyat qilgan qarindoshlarimizning ahvoliga qaraydigan bo'lsakmi, nurg'ulg'an dardtalashlar bo'lib ketib bordi bugungi kunda. Ba'zi qarindoshlarimiz namoyishga chiqish xato, gunoh, harom degandek gaplarni qilgan bo'lsa, ba'zi qarindoshlarimiz bayroq ko'taryotdi, ko'tarmayotdi, shu arni undaq to'lmayman, bundaq to'lmayman degandek har xil gaplarni qilyotdi. Xitoy konsuliga chiqmay, parlamentning oldiga bosolmamdi, milliy majlisning oldiga bosolmamdi degandek har xil dardtalash qaralashlar bo'lyapti. Yani şu Burhan doktordim Allah razı olsun akimizin tulu aqrab galleri işip avazları tüketti. Şu akimizin hatta Xitayning bayroq rasmini kirishtirib har xil qaralashlar bo'lyapti. Men şu bir necha kun takriban 10-15 kun burun bir yazma taqatdim. Bu yazmaningki asas maqsadi şu bir necha vaqtdan beri mayli diniy olimlarningki shu haqqa da'vat qilish, Xitoyga qarshi qarindoshlarimizni da'vat qilishini tashabbus qilib chaqiriqlarni qildik. Siyosiy rahbarlarimizning muttahama aktiv bo'lishini talab qildik. Ziyolilarimizning shu siyosiy faoliyatlarga aktiv qatnashishini talab qilib harakatlarni qildik. Chaqiriqlarni qildik, tashviqotlarni qildik. Shu bay qarindoshlarimizni, cho'ng tijoratchi qarindoshlarimizni shu siyosiy faoliyatchilarni qo'llab-quvvatlashini chaqiriq qilib bir yazma yazgan edi. Nurg'ulg'an qarindoshlar ayiblash uchun telefon qildi hisob so'rashga. Sizlar nimashqa davoni samimiy qilmaysizlar, nimashqa bugun namoyishga chiqmaysizlar deganda hisob so'raydigan odam bor. Qiyinchiligimizni so'raydigan, qanday qiyinchiligimiz bor deydigan odam yo'q. Hamkorlashaylik, birga xizmat qilaylik deydigan odam yo'q. Nimashqa ma videoni taqatmadinglar, nimashqa video olmadinglar, nimashqa qatnashmadinglar, nimashqa mani mandar qilmay mandar qilsa deb hisob so'ragan beshchiq. Bu qarindoshlarimizni yaxshi ko'ngilda bo'lib ortiq gap qilib bo'lmaydi. Ammo bizga shu qo'llash yo'q. Qo'llash bo'lmasa, kuchimiz bo'lmasa, etrafımızda bizga hamkorlashadigan adam bo'lmasa, iqtisodiyotdan qo'llanadigan adam bo'lmasa, hamma jihatda o'zimiz yetishib bo'lmayotganmiz, taxtimizning yetishini tuvan bo'lib qolgandan keyin azroq xizmatlarni cheklanib qolganmiz. Qo'llash bo'lsa, atrofimizda 5-10 adam bo'lsa, hamkorlashib xizmatimizni texmo kengaytirib, texmo taraqqiy qildira oladiganmiz. Bo'lmasa shunday cheklanib qolganmiz. Xalqimizning qo'llash, birga hamkorlashib, jamoatlashib degandek bir-birimizni qo'llash, hamkorlashish, xizmatlarni tang qo'l tutishib, yukni tang ko'taradi degan kishi bo'lmagandan keyin shunday bo'lib qolganmiz. Şu imkoniyati bor qarindoshlar, mayli jismoniy jihatdan yoki shu ro'y jihatdan bo'lsa qo'llab yaxshi xizmat qilyapsizlar, qanday bir yordam kerakmi deb bir ma'naviy jihatdan bo'lsa qo'llasangizlar, jismoniy jihatdan ancha-muncha vaqt yetgan kunda 1 soat vaqt yetmasa, haftada 1 soat vaqt yetgan qarindoshlar o'sha haftaning falon kuni 1 soat vaqtim bor, qanday bir xizmat qila olayman vatanim uchun deb bir istak so'rab qilib hamkorlashib qilsangizlar, shunday cho'ng tijoratlarni qilayotgan boy qarindoshlarimizni yordamlarni qayerga qilyapti deya boshqa millatlarga, boshqa davlatlarga qilyaptimdi, uni bilmadim. Iqtisodimizdan millionda birini olsam, bizga o'xshash bir yosh siyosiy harakat qilsam, vatan uchun xizmat qilsam, din uchun xizmat qilsam deb o'zini atgan qarindoshlar shu milliondan birini olsam bir qo'llab, o'zimning vazifasi shuni qo'llash deb bir harakat qilsangizlar, biz ancha-muncha kuchaysak, xizmatimizni taraqqiy qildirsak, Allah subhanahu wa ta'ala şu fitne fasadından ki adam öldürdiğindimi yaman ekelliğine, gıybet şikayetinden ki şu adam öldürdiğindimi yaman ekelliğine kayıtlap şu meyli hadislerde olsun, ayetli olsun bizge öğütüp atıdı, buyruk verip atıdı. Nerede delil ispatı yok, tayini yok. Xalqning şübhəsindən bunda qılamlığında deb qısam şu qıldıkan deb şu şübhəni cezimləşdirib onu həmin yerdə taqitib xalqımızın fikrini bilib, xalqımızın nəzərindən şu hərəkət qılayotgan, hərəkət qılmoqçı bolğanların yüzə burayını töküb, onu acizləşdirib, nurg'ulg'an qarindoshlarimiz bu siyosiy da'vatdan chekinib ketdi. Bir odam deganda bir azroq bir ruhiy ozuqqa, qo'llashga, mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, jismoniy jihatdan bo'lsin bir qo'llashga muhtoj bo'lgan har qancha bir xolis niyatlik Alloh rozi uchun o'sha jinimni pido qildim, umrimni oxirigacha zulmga qarshi turman, din uchun xizmat qilaman desimi, irodasi bo'lsinmi, bu irodani dushman o'zining tahditlari bilan, ziyonkashliklar bilan sundiramizmi, o'zining atrofidagi do'stlarininki qo'llamasligiga qarshi turishi, ayiblashi, fitna fasod terishi, g'iybat qilish orqali bu qarindoshlarimizningki, shaxsan bizningki ro'yimiz sunid ekan, irodamiz sunid ekan, jasoratimiz sunid ekan, qo'rqmay xotirjam bir og'iz gap qilishga betonolmaydigan bo'lib qolganmiz. Shuning uchun shu da'voning, dinimizning, xalqimizning, millatimizning kelgusi bo'lgan yoshlarimizga, o'sha da'vo egalariga, tirishayotgan kishilarga yana qayta deydiganim shu ruhiy ozuq bo'lsin, jismoniy jihatdan hamkorlashish bo'lsin. To'g'ri tushunib, qo'llab, kuchlantirib, hamkorlashib qilishga aytmak ahamiyat bersingizlar. Har jihatdan mayli bayroq ko'taramdi va ko'tarmamdi, qanday qilsa, ammo Xitoyning zulmiga qarshi vatanimizga ega chiqadigan, qarindoshlarimizga ega chiqadigan shunday harakat bo'lsa, bayroq ko'taradigan yerda ko'tarib, shu varni qanday to'g'ri qilib Xitoy qarshi to'layotgan bo'lsa, uni qo'llab
qilsak, xalqimizning aytib jonliq o'sha turib, shu fitna fasod terman degan odamlarga kerakli jazosini bersak, mayli ig'izli bo'lsin, mayli yozmachi bo'lsin, shunda fitna fasod teradiganlar shu fitna fasod termaydigan holatga akab qo'ysak, bizga o'xshash yaxshi xizmat qilamiz deb tirishayotgan kishilarni ham ro'yini sindirib, haqoratlab, hisob so'rab qilmay, ayna fitna fasod terayotgan dinimizga, davoyimizga ziyon kelishayotgan kishilarni bakroq söküp, amonatga, davoyimizga, yoshlarimizga, davo egalariga ega chiqsak, bir-birimizning dardini tushunsak, qiyinchiligini tushunsak, qo'llasak, qarindoshlar, Alloh rozi bo'lsin. Bu namoyish, tashviqot bilan vatanni ozod qilmoq qizil bo'lmaydiganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Hech kim bu yerda vatanni shu namoyish bilan, shu tashviqot haqi zo'rni anglatish bilan, bundan yordam so'rashlar mustaqil qilamiz deb demidik. Bunda deydigan odam yo'q. Xitoyning tishir tegadigan, Xitoy o'shkirdigan, Xitoyni so'kadigan, Xitoy xohlamaydigan ishlarni qildi. Vatanni qutqarish uchun namoyish qilish bir shariat xilop ish emas. Haqni oshkorlab qo'yish ta'limni oldi, haqni oshkorlash bu Allohning buyrug'i. Haqqimizni talab qilib, buni hamma namoyishlarda shu, zulmni to'xtat, vatanimizni yo'qol deganda shu hammasi bu Xitoy yaxshi ko'rmaydigan, Xitoyni so'kadigan narsalar. Bu orqali Xitoyning abtibashishini xalqaro oshkorlash, insoniyatning insonligini, vijdonini, adolatini o'ttir qo'yishini talab qilish. Bu bizning haqqimiz. Ya'ni shu o'zimizga hamdamda bo'la oladigan, shu zulmga, qirg'inchilikqa, jinoyatlarga qarshi tura oladigan, biz bilan birga vatanimizni mustaqil qilish uchun qo'lga qo'l tutishib, mang'alaydigan, mayli arab tilidan bo'lsin, turk tilidan bo'lsin, yana bir millidan bo'lsin, mayli hokimiyat tilidan bo'lsin, biz o'zimizga hamdamchi qo'shin barpo qilish, yanimizga kuch to'plash, diplomatik munosabat o'rnatish uchun andan keyin qiladigan xizmatlar, ijtimoiy xizmatlar bo'ldi. Buni qilmay turib, hammamiz uyda o'tirib, namoyish qilmay chiqmay, tashviqot qilmay, hech nima qilmay uyda o'tirib, osmondan imom mahdi tushamidikan, ya Amerika urush boshlab ketamidikan, ya ma'lum davlat damolar uyda o'tiribdi, uyg'onib zulm borkan, Qur'onlar taqtib birli, ayrılandan birini berli, ani barib urushsin deb shuni saqlamdiq ya. Allohning roziligi uchun shariatga uyg'un bo'lgan va Xitoy o'shkirdigan ishni qilayli, asosda foyda manfaati bo'lib o'tadi. Nurg'un davlatlarda Xitoyning shu qirg'inchilik qilayotganligini e'lon qildi. Inson haqlariga tajovuz qilganligini e'lon qilyotdi. Uyg'urlarni qo'g'dash qonuni ijro qilyotdi. Ammo shu namoyishlarning foydasi bilan, tashviqotlarning foydasi bilan nurg'un davlatlar bular zulm bor deb turib, ba'zi bir yordamni beryotdi, siyosiy panohlik beryotdi, hukumat vatandoshlikni beryotdi, Xitoy qaytarmayli deyotdi. Shunda asosda bo'ladigan gap, namoyishga bir kunlam chiqsa shu kunning o'zida Xitoy ko'ktablam qurollar urush boshlanib ketmaydi. Shu asosda shu xalqaro bilish orqali, his qilish orqali, mana xalq bekorga chiqmaydi deb shuni tekshirib, mayli aql jihatdan, mayli istixborotni kuyish orqali bo'lsin, sun'iy amr orqali tekshirish orqali bo'lsin, shu dalil isbot to'plash orqali bir yilda, 1,5 yil, 1 yilda natijasi chiqdi ekan bu namoyishlarni. Mushunda ishlarni sökib, mushuni bir narsada Alloh hammamizni isloh qilsin. Shu yoshlarimizga nihoyat ahamiyat bersak, shu jihatlardan yaxshi o'ynaylik qarindoshlar, uyg'onaylik, fikrimizni ochiq tutaylik, umidimizni yuttirib qo'ymaylik. Alloh subhanahu va taolo oxiratligimizni, dunyoligimizni xayrli qilsin. Videomizni taqdim qo'yishingizdan umid qilaman. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Qo'yishingizdan umid qilaman. Alloh rozi bo'lsin. Allohga omonat.